Energetika sohasida samaradorlikning asosiy vositasi sun'iy intellekt hisoblanadi. Qozog'istonda geologo-razvedka, qazib olishni takomillashtirish, tashish va qayta ishlashda AI yechimlardan foydalanilyapti. Bosh vazir Kazenerji Yevrosiyo forumida raqamlashtirish respublikaning mintaqada ustunligini ta'minlayotganini ta'kidladi. U sun'iy intellekt ma'lumotlarini tahlil qilish, shuningdek eski konlardan qazib olinayotgan neft miqdorini oshirish, kichik va o'rtacha konlardan ko'proq mahsulot olish imkonini berishini tilga oldi. Bosh vazir ta'kidlashicha, Qozog'iston xalqaro tashkilotlar va biznes bilan hamkorlik qilishga tayyor turgan ishonchli hamkor. O'ljas Bektenov davlat rahbarining forum ishtirokchilariga murojaatini o'qib eshittirdi. Qozog'iston energetika sohasына investitsiya tortuga Qozog'iston energetika sektoriga investitsiya jalb etish va uning raqobatbardoshligini oshirishga katta e'tibor beryapti. Shu munosabat bilan mas'uliyatli o'rtacha davlat sifatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Shanxay hamkorlik tashkiloti, MAGATE va OPEC kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan aloqalarni mustahkamlashdan manfaatdor. Forumda taqdim etilgan yangi g'oyalar va innovatsiyaviy loyihalar energetika sektori rivojlanishini ta'minlaydi. Ideyalar men jasanpaz bastamalar usunuladi deb senemin.